Sağlam bolalar, bugün men sizlar bilan men men bugungi videomda eng qo'rqinchli va eng qiyin Minecraftda yashab qolman. Xullas, men videomni boshladim. Demak, bizga hozir ana yerda sandiq kerak bo'ladi. Chunki bu yerga bizga bonusli sandiq berishgan. Chirib olamiz. Endi bu esa sandiqni bo'shatib chiqamiz bitta-bitta. Demak, biz ham sandiqni bo'shatib berdik. Endi esa bu yerda trek qolish uchun turli narsalar qurishni boshlaymiz. Yaxshisi biz bu yerdan ancha o'rganib chiqamiz. Bu yerda qo'li zona bor ekan, yaxshisi qo'li zonaga boramiz. Tog'ga chiqaveray desam, bu yerdan daraxt yarim kimdir cho'p ham ketibdi. Menimcha qachonlar meni yo'naltgan mobdagi qaysi mob edi? Burasi qaracha bo'lgan o'sha kilo cho'g'miyada. Ismini bilmayman unchalik. Demak biz tog' tepasiga chiqishdan qaytdik. Baribir nima qilamiz yo'roqqa? Borib tepaga chiqsam baribir maxluqlar eng ko'p tepaga paydo bo'ladi. Hozir eng muhimi suvda asrab qolish. Bu yerda faqatgina suv zombilardan boshqa hech qanaqa maxluq bo'lmaydi. Men o'zim uchun demak cho'kib ketgan kemani topdim. Endi bu yerdagi barcha narsalarni olib chiqamiz. Ya'ni shu yerdan shunaqa narsa chiqadi. Yo, havoni tugayapti belli. Qayerdan havoni to'ldirib keyin boramiz. Tog'ga chiqay desam, mana kim qilib teleport qilishdi-ku. Hop, mayli, endi tushib olamiz. Bular o'zi bir qayoqdan paydo bo'lamchi? Ya, balaga ikki tarafdan urib o'tishib. O'ylab ketishdi. Kim qayoqda paydo bo'ldi? Ya, eng qizig'i mana narsalar ma'lum yo'qolgani yo'q. Qo'ydi juni qo'ylik. Hop, mayli, yana o'ylan joyimizga qaytib boramiz endi. Biz yo'q teleport qilishdik mayli. Hozircha lekin qo'rqinchli bo'ldi, menga hali tashlangani yo'q. 2 marta kechqurun böyle ketma-ket. Ancha ular qidirmasa o'zidan o'zi chiqmaydi. Qachonlar talpani ham boshladi bular. Sekin yo'q qilib boramiz. O'zi ham rosa urinibdi-da urishga. Shunaqa ham uradimiz keladi degan. Endi nayloj bir nima bo'ldi? Mayli. Yana qayoqdandir maxluqlarni bir topsaymikin. Masalan, endi men hozir yo'qsa bo'ladi. Bir tog' tepasiga bir ana g'o'rlar teleport qilishyapti man. Bezor bo'ldim, eng qizig'idan bu fakir nima qiladi? Mana bu yerda teshik mana bu yoqqa ham o'tishgan ekan. Bu yerga endi nima bo'lgan? Tushgan paytida nima chiqsa endi? Hozir shundan tushgan paytida maxluqlar talpa qilib kelsa. Mayli, taxmin bitta tushadikchi. Menimcha tushgan paytim Kremlda talpa bo'lib tushgan. Mana bu narsa bo'ladi. O'rgimchak ko'zi ham bor ekan. Bir urinma qilar. Charikiston mana bu yo'qim. Dava ko'li. O'rnatgan modim cho'tta necha ketdi. Mayli. Hozircha nezga bitta borib kelardik. Bu yerga ham paydo bo'ldik. Ba'zan to'xtadi. Endi esa mana bular bilan astagina shug'ullanish kerak. Yondragon sehr ekan. Yana shuni o'ylamay. Endi qayoqqa paydo bo'ldim? Yana nezga boramiz endi nayloj. Yana meni qanaqadir narsalar orqali shu yo'llarga teleport qilishdi. Bu to'g'ri-ku. Bu yerga nima qilaman? Meni bitta yavon bilan kurashmagan qoluvdi. Hamma moblar o'zi tasvirga chiqyapti, butun yomg'ir yoqqan. Creeper portlagan. Hozir esa mana bu
Tağıl yo'q bilib qolib birdan. G'alati lekin. Bu yerdagilarni qo'yib qo'y. Meni bo'lgan joyimdagilar qo'yib qo'y. Cho'chqa bor bu yerda cho'chqa ham yo'q bil. Bular cho'tta niyati ne to? Nima yo'q. Endi shu bilan shu yerda rivojlanib ketaveramiz. Men tomonimdan kimdir menga I see you men seni ko'ryapman deb yozib ketdi. Bu yerda ishlar netto ketyapti. Hozirgina yomg'ir yog'ayotdi, nima hozir yomg'ir mag'rurlar mendan qochmayapti mendan. Naqadar aytishsa balki mana o'rnatyapman o'zimdagi bironta bir mag'rur kelar. Bu yerlar nima bo'lyapti? Mana uni o'rdisi bo'ladi. Просто teshib ketishibdi o'zi ham bir tekis. Qanday bir narsa o'tgan deyman bu yerda bunaqa hech kim unchalik tekis teshmaydi lekin. Yo'lakchani oxiriga borgan paytimiz balki men o'rnatgan montagi mag'rurlar uchrar. Ish. Man qanot qo'ygan ovoz keldimi? Yo'q, eshitdim. Menimcha qanot qo'ygan ovoz keldi. Lekin bunchalik narsa qanday bo'lishi mumkin? Balki Helabrina ham qo'shilgandir. Modda endi men unchalik ham chiqmayapti. Bir tekis shuna teshilgan. Juda g'alati. Yana qidiruvlarni davom ettiramiz. Nimadir bu yerlar menga o'zini tashlashni boshladi. Yordam. Men yana kim qayoqlayapti belli. Payda bo'lik biza Dragon Kraya deb chiqdi. Endi Dragon. Begona qilib indirgan payda bo'lishi mumkin. Qayerda endi o'yin ham qotdi. Ochilishini kutamiz. Endi Dragon qidiradi deyaversam bu yerga bitta xarita ham berib qo'yishibdi. Ana endi Dragon o'zi ham. Cho'qimni menga tashlamaydi. Hozirni xaritasi birdan qo'ylab payda bo'ldi. Ana shu yerlar demak chiqqar ekan. Endi qidiramiz xazitdan. Demak biz xazinni sandiqni ham topdik. Bu yerda o'zgalik hech nima yo'q. Regeneratsiya bo'lgan bitta o'zgalik. Bitta ichib boramiz desa, buni asrab qo'yishim kerak. Yana endi qidiruvni boshlaymiz. Demak, hozir tun bo'ldi. Ana yerda nima bo'ldi? Bu creeper. Bular creeper bilan basharasini yerga tushirib qo'ygan. Yana bu tasodifiy bo'lishi mumkin. Agar bo'lsak, biz yana o'sha joyimizga qaytib keldik. Bir jush mag'lublar. Nomarchilik. Demak, hammaga xayr. Obuna bo'lishni unutmang. Bu videoning birinchi qismi edi. Ikkinchi qismi esa 100 ta likedan keyin bo'ladi.